Assalomu alaykum Ustashop kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun suv nasoslar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz va ularning narxlarini ham tanishtirib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda uylarda, xonadonlarda foydalanish uchun avtomat nasoslarimiz. Narxlarga keladigan bo'lsa, 425 ming so'mdan boshlanadi. 370 vattligi 425 ming so'mdan. Bu obmotkasi alyumin bo'ladi. Misli yaxshi garantiyali firmalarimizdan bo'lib deganlarga Alfa Grand brendimizdan 370 vattligi suxoy zashtali bo'ladi. 1 yil kafolati ham bo'ladi. Narxi 550 ming so'm chiqadi. Xo'p, ko'rib turganinglarda har xil assortimentda katta-kichiklari bor. 2 etajli, 3 etajli binolarga moslashgan 1100 vattlilari ham bor. Narxlari 1 million 230 ming so'm. Bu nasoslarimizga 1 yil kafolat beramiz. Mabodo kuyib neta buzilib qolsa ham polni o'zimiz bepulga tuzatib beramiz. Ko'rishlar mumkin. Bundan tashqari glubinli nasoslarimiz bor. Огородlarda, kattaroq yerlarimizni sug'oraman deganlar uchun 20 razmerdan boshlab, mana 20 razmerdan boshlab 50 ligi, 76 ligi hamda 100 liglari ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Bu nasoslarimizga ham 1 yil 6 oy kafolati bo'ladi firmasiga qarab. Glubinli nasoslar so'raganlar uchun adirlilarga, tikka balandliklarga uzoq masofaga olib borgani shunaqangi kirchatkali nasoslarimizdan bor. Bulari 220 voltga ishlaydigan variantlari, Ariol firmani hamma biladi. 3 kirchatka, 4 kirchatka, 5 kirchatka, 63li, 50li razmerlarida bor. Xo'p, bular ham mana yangi keldi. 220 ga ishlaydi. Ko'rishlar mumkin. 5 kilovatli 4 kirchatkali bo'ladi. Og'zi 100 lik bo'ladi. Sohatiga 48 tonna chiqarib beradi. Maksimalli tikkalikka balandligi 45 metr bo'ladi. Xo'p, bunisi 5 kirchatkali, og'zi 100 lik bo'ladi mana. 6,5 kilovatli, maksimalli balandligi 62 metr, bu ham soatiga 48 tonna chiqarib beradi. Narxlarga keladigan bo'lsa, 4 kirchatkali 100 lik og'izlikini 2 million 800 ming so'm qilib beramiz. 5 kirchatkali 100 lik og'izligini 3 million 100 mingdan qilib beramiz. Yana ham kattaroq, ko'proq tonna suv tashasin deganlar uchun og'zi 150 lik bo'ladi, 220 voltga ishlaydi. Motori 4 kilovat motorli. 2 kirchatkali bo'ladi. Kirchatkalarni ham ko'rishinglar mumkin mana. Katta kirchatkada bo'ladi. Bu nasosimiz soatiga 68 tonna chiqarib beradi. Maksimalli tikkaligi 28 metr. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 3 kirchatkali 150 og'izli bo'ladi. 5 kilovatli bo'ladi. Bu ham soatiga 68 tonna suv chiqarib beradi. Maksimalli tikkaligi 38 metr, kilovati 5 kilovat bo'ladi. 380 ga ishlaydigan bo'lish kerak. 380 dan kerak deydiganlarga mana 200 og'izli bo'ladi. 5,5 kilovat, 4 kilovat, 7,5, 11 kilovatlilarimiz bor. Og'zi 200 lik bo'ladi. Xohlovchilar uchun 150 og'izlilari ham bor. 380 voltga ishlaydigan 100 og'izlilari ham bor. Bularning narxlari bo'yicha pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Shu telefon nomerlarga murojaat qilsanglar, batafsil to'liq yana ma'lumot ham beramiz. Narxlari bilan ham tanishtirib o'tamiz. Bu tomonimizda quduqqa tashlaydigan nasoslarimiz. Keng assortimentda har xil kilovatda bor. Bulari 220 voltga ishlaydi. Mana bu bahaybatidan, uzunligidan ko'rasizlar. 2,5 metr, 230 chiqadi bo'yi. Bulari 380 voltga ishlaydi. Bunimiz 5 kilovatligi. Mana 5 kilovatli, 146 metr. Bunimizdan 5,5 kilovatli, 164 metr. Bular haqida ham telefon qiladigan bo'lsanglar, batafsil ma'lumot sizlarga beramiz. Xo'p, yana hozirgi kunda eng rivojlanib, yana ham ko'p joylarda, ko'p binolarda foydalanayotgan chistotli nasoslarimiz. Har xil razmerlarida bor. Mana shu eng kattasini ko'rsataman, 2,2 kilovatli bo'ladi. Xo'p, 5 million 850 ming so'm qilib beramiz. 1 yil kafolati ham bo'ladi. Shuni o'zi 70 ta xonadoni bor domga bemalol yetkazib beradi. 2,2 kilovat motor bo'ladi. Butun O'zbekiston viloyati bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bemalol pastda nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.